Ertasi bo'ladigan narxni aytib yuboring, shoshib Xo'p. Bunaqa ishda shoshilishda qilinmaydi-yu sening, tinchlikmi o'zi? Iflos nomimga kredit olib, Pabikda yuribdi. Hech kim topa olgani yo'q. Hoppa, yaxshi ish bo'lmabdi. Nech pul ekan kredit? 100 million. Oho. Oyimni ham tilalarini, o'zimni ham tillarini sotyapman. Oyim bechara to'yimga deb yig'ib qo'ygandilar. Yaxshi ish bo'lmabdi. Mayli, xudo xolasa yordamchi bo'lamiz. 583, 585 probada ekan tillalaringiz. Xo'p, bu 103 21. 103 21 umuman toshsiz ekan. Yaxshi tilla yig'ibdilar, oyingizda ham. Baraka topsinlar. Bugungi kurs bo'yicha 980 mingdan hisoblab bera olaman. Mana kreditingiz o'zi yopildi. 101 million 145 ming shuni o'zi bo'lib turibdi. Bu yerda bitta hisoblab chiqamiz hozir. Bularingizni hammasi 17.07 gram ekan. Qo'shib chiqdim hammasini. Bularni ham 980 mingdan qilib beraman. 16 million 728 ming. 16 million 728 ming so'm bularingizni o'zi bo'lyapti. 117 million 873 ming. Hop. Maydalashib o'tirmayman. Srazu 118 tekis qilib beraman. Rahmat, boshqalarga nisbatan qimmatroq hisoblarkansizlar. Xo'p, to'g'ri keladimi sizga? Albatta. Bo'ldi. Bu yerda 110 million. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 110 million. Bu yerda 8 million. Yaxshiligiga xizmat qilsan, mayli. Rahmat. Mushkulingiz oson bo'lsa, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, o'ylamang. Rahmat. Endi kreditim to'layman, qolgan pulni ana iflosni topishga ishlataman. Rahmat, sog' bo'linglar.